Assalomu alaykum. Ushbu ko'rib turgan dala maydonlari Namangan viloyati Mingbuloq tumani Guliston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 38-kontur hisoblanadi. Ushbu dala maydonimizda jami 63 nafar fuqaroning yer maydonlari bo'lib, ushbu dala maydonimiz Mikrokreditbank Namangan viloyati Jamashu Buxo hamda lider tadbirkor Guliston dachasi fermer xo'jaligi bilan birgalikda kooperatsiya tashkil qilingan bo'lib, ushbu kooperatsiyamiz poliz mahsulotlari, ya'ni qovun va tarvuzga ixtisoslashtirilgan kooperatsiya hisoblanadi. Ushbu kooperatsiyamizda ekilgan tarvuz va qovun mahsulotlari zamonaviy usullarda plyonkaga ekilgan. Hozirda birinchi ishlovlari berilgan va birinchi o'g'itlari, mineral o'g'itlari solingan bo'lib, yaqin 1 oy 35 kun 40 kun ichida mahsulotlarimiz to'liq yetishtiriladi va gektariga eksportbop mahsulot 50 tonna, 60 tonna mahsulot olish ko'zda tutilmoqda. Yana bu konturimizda biriktirilgan usta dehqon tomonidan suhbatlashilganda keyingi ishlov berishimiz gektariga 300 kilogramdan karbamid mineral o'g'iti va namini qochirish maqsadida kultivatsiya ishlari olib boriladi. Yaqin 10 kun, 15 kun ichida ushbu ishlar amalga oshirilgandan keyin 1 oy 35 kun, 40 kun ichida mahsulotimiz to'liq pishib yetiladi.